Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sizlarga Gazablokdan 1 yil oldin qurilgan uy qay holatda turibdi? G'ishlar nolga qurib qaqsha bo'lgan. Xo'p, hech qanaqa xudo xolasa yorilishlar yo'q. Ikkita topiladi. Shu ham ustani xatosi bilan ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Bitta ketgan. Mana orasida sho'pi ochilgan, buni ham pastayni ochilgan. Shuning uchun bu yoqqa bergan. Mana qolgan ishlar ko'rayotgan bo'lsalar, hech qanaqa o'zini-o'zi tirishinalari yo'q. Mana bu yerda ham ketgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana loyda ochib tashlagan bu yerda ham. Bu yoqda ham ochgan. Shuning uchun bu bilan buni yorib yuborgan. Shuni hisobiga. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, qolgan ishlar o'zini holatida turibdi. Mana bu yerda ham xuddi shu holat. Mana ichkarisiga loy berib yubormagan. Mana bunga ham bermagan. Shu sababdan yorilish bo'lgan. Qolganlari ideal holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu videoda mahalladan video qilyapmiz. Bugungi kunga 2-iyul 2025-yil. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti. Xo'p, endi sexni ko'rsatishdan davom etamiz. Mana sexga ham kirib oldik. Bu yoqda polistrobloylar, bu yoqda gazabloylarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Polistrobloylar 2000 ta to'plangan edi. O'sha yana o'sha zakazga quyilayotganda toshni boshladik. Polistrobloylarni joyidan 21 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. Dastavkasi kelishilgan holda bo'lyapti. Sifatlari o'ta a'lo darajada, chekkalari ham, razmerlari ham xijolat qilib qo'ymaydi xudo xolasa. Qattiqliklari o'ta qattiq darajada. Polistrobloylar maqam ushaveradi bemalol. Anker, shuruplari taxtadaqa ushaveradi. Hop, bu yoqda 0.5 kubali mishalkamiz. Ko'rayotgansizlar, poklarda ham yangisidan ishlatilinadi. Hop, kimga zarur bo'lsa, shuni ham liniyasini qilib beraveramiz. Videoda oldingi videolar kuzatib borayotganlar bilishadi. Biz apparat ham chiqaramiz. Kimga zarur bo'lsa, shunaqa apparatlarni ham chiqarib beraveramiz. Andijonga 2 ta, Namanganga 3 ta chiqarib berdik. Videosini olyapmiz. Hop, buning narxi 1200 dollar chiqadi. Motor reduktorlari baquvvatidan eng kamida 5 kilovatli motor qo'yiladi. Mishalkaning listning qalinligi 4 listdan bo'ladi. Qolganlari shu profil, konteyner, pachinilari qo'yiladi. Bemalol kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi gazabloyda davom ettiramiz. Mana akalar gazabloylarni ko'rishingiz mumkin. Avtomat reskada cho'tki qilib kesilgan razmerlari joyida. G'ishlarning sifati ham o'ta a'lo darajada, qattiqliklari kelib bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. 125 kilo, 130 kiloda bitta qolipga sement tushadi. Bu degani 10 kilo 100 dan 10 kilo 10,5 kilogacha sement tushadi degani bitta blokka. Aytganda bizda 2 bosqichli sushilkaga har bitta g'ash kiradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Sushilkadan o'zi olib chiqishyapti. Ideal holatda chiqadi.